kelibsiz xonim. Salom yo'q, Ali yo'q. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yarim kechasi qayerdan kelyapsan? Bir tanishimnikidan. Men hamma tanishlaringni taniyman. Qaysi tanishingnikidan? Bunisini aniq tanimaysiz aka. Kim ekan? Ko'zi ojiz odam. Oldilariga doim borib turaman. Uy ishlariga qarashaman. Ishlariga yordam berib kelyapman. Yaxshi. Ishlaring qalay, yaxshimi? Yaxshi akajon, hammasi yaxshi. Soch kelganini eshitdingmi? Eshitdim. Taniysanmi bola? Demak taniysan. Qanaqa yigit u? Gapirchi. Aka, qo'ysangiz-chi. Men xonamga kirishim kerak. To'xta. Shoshma. Eshitganmisan bitta maqol bor. Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi deyshadi. Shunday ekan, biz bu safar xato qilishga haqqimiz yo'q. Bu gapingiz bilan nima demoqchisiz aka? Kuyovni surishtirib, chertib tanlaymiz. Yo'q aka, men unga turmushga chiqmoqchi emasman. Nimaga? Nimasi yoqmadi? Gap yoqish-yoqmasligida emas aka. Men hali hech kimga turmushga chiqish niyatim yo'q. Karyera qilmoqchiman, ishlamoqchiman. Layli, endi sen kimga tegasan yo tegmasligingni sen hal qilmaysan.